Sizlarga bugun qilgan ishlarimizni ko'rsatamiz. Shkafimiz bitdi. Bu xonada yana qolgan ishlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu shkafimizni dizaynini klientimiz Pinterest'dan ko'rganlar, shuni yoqtirib qo'yganlar. Biz xuddi shuni chiqarib harakat qildik. Ko'rishingiz mumkin. Biz ruchka qo'ydik. Ruchka qulay ekan. Shu joyiga podsetkani ham qo'yib berdik. Rozetkaning joylarini ham qo'yib berdik. Shunaqangi akkuratni hech qayerga chiqib ketmagan, ko'rishingiz mumkin. Podsetkamiz, ichki qismimiz ochganimizda shunaqangi klient o'zlari xohladilar. Kiyim olish uchun tepa pastga, tepa qismlarimiz push, tortmalarimizni ko'rishingiz mumkin. Tandem qo'yilgan. Bu tarafimizga uzun kiyimlar uchun qo'yilgan. Hop, bu podsetkamizni o'chirib qo'ygan joyi qayerda? Mana shu sensor bor o'zini. O'chirib yoqish mana shu tochkada bo'ladi. Umumiy holati shu. Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan ham ajoyib ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Like, podpiska esdan chiqmasin.